Salom hammaga do'stlar. Bugun biz mana shu tepadagi videoda ko'rayotganday qishloqlarning hayotidagi shadir. Bu ko'plab qishloqi yangiliklarda ishlatiladi. Siz buni Minecraftga modlardan izlab yurmang. Chunki buning modlar yaxshi ishlamasligi va boshqacha mod chiqib qolishi ham mumkin. Men buni modsiz topishni o'rgataman. Uning uchun like va obunani bosib qo'ying. Qani ketdik. Biz bu shaderni modini izlash shart emas. Chunki shader yaxshi ishlamasligi yoki to'liq o'ziga o'xshagan bo'lmasligi mumkin. Men sizlarga buni o'rgataman. Craftsman hozirgi yangilangan Craftsman emas. O'yinning o'zida modi bor. Modni qo'ysangiz bo'ldi. Bonusga shader va to'liq mana bu fondagiday bo'ladi. Ana ko'rayotganingizdek ishlayapti. Agar sizga ham shunday grafikalar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu biroz kuchliroq telefonlarga yaxshi ishlaydi. O'yinning nomi Craftsman 1.22. Bu Minecraftning kloni bo'lsa-da, unda 21-versiya Clam Chambers bor. Va mana bu shader boyagiday ko'rsatilgan. Play va yo'g'i settingsga kirib, mana bu global resursdan narsalarni yoqib qo'shish ayirish mumkin. Mana bu YSS yard va RD bu suvning realistik va soyalarini ta'minlaydi. Mana bu esa shu shader.